Assalomu alaykum. Bizning bugungi temamiz yadro kuchlari. Quyidagi rejalar bo'yicha ko'rib o'tamiz. Yadro kuchlarining umumiy tavsifi va xossalari. Ikkinchi, yadro kuchlarining spinga bog'liqligi. Uchinchi, yadro kuchlarining mezon nazariyasi. To'rtinchi, yadro zarralarining izotopik spini. Beshinchi, yadro kuchlarining izotopik invariantligi. Bizga ma'lumki, atom yadrosi proton neutronlardan tashkil topgan. Proton neutronlar orasida ta'sirlashuv kuchlarini biz yaxshi o'rganilyapti, lekin yakuniy nazariya yaratilgani yo'q. Atom yadrosi proton neutronlar orasida ta'sirlashuv zaryadga bog'liq emas ekan. Ya'ni proton bilan neutron yoki bo'lmasa proton neutron orasida ta'sirlashuv zaryadga bog'liq emas. Ya'ni ta'sirlashuv bir xil bo'ladi. Ya'ni yadroning ichida proton va neutronlarimiz bir xil zarralar hisoblanadi. Ya'ni bir xil nazariyaga bo'ysunadi. Ular spinlar ikkidan biriga teng, massalar bir-biriga yaqin, fermion zarralar hisoblanadi. Ular orasida ta'sirlashuv zaryad holatiga bog'liq emas. Faqatgina yadrodan tashqarida proton zaryadli, ya'ni magnit maydonga og'adi, neutron zaryatsiz. Magnit maydon neutronga ta'sir qilmaydi. Ya'ni yadro kuchlari doirasida bir xil zarra. Shuning uchun ular bir xil nom, nuklon degan nom bilan nomlanadi. Umumiy nomlanish nuklon hisoblanadi. Proton turg'un zarra bilamiz, u uzoq vaqt yashaydi. Neutronimiz yadrodan tashqarida 1000 sekund yarim vermilish davri bilan parchalanib ketadi. Protonga, elektronga, neytrinoga aylanadi. Yadro kuchlarining quyidagi xususiyatlariga ega. Birinchi, yadro o'zaro ta'sir kuchi eng kuchli ta'sir etuvchi kuch hisoblanadi. Ikkinchi, yadro o'z ta'sir kuchi qisqa radiusli o'zaro ta'sirdan iborat. Uchinchi, yadro o'zaro ta'sir kuchi o'zaro ta'sirlash nuklonlarning spin yo'nalishiga bog'liq bo'ladi. To'rtinchi, yadroviy o'zaro ta'sir kuchi markaziy emas, tenzor xususiyatiga ega. Beshinchi, yadroviy kuchlar almashinuv xarakteriga ega. Oltinchi, yadroviy kuchlar zaryadiga bog'liq emas. Yettinchi, ta'sirlashuvchi nuklonlar orasidagi masofaga bog'liq bo'ladi yadroviy kuchlar. Sakkizinchi, yadroviy kuchlar to'yinish xarakteriga ega. To'qqizinchi, yadroviy kuchlarimiz yadrodagi nuklonlarning tezligiga bog'liq bo'ladi. Bu xarakteristikasi hali yaxshi o'rganilmagan. Demak, yadroviy kuchlarning bu xossalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Yadroviy o'zaro ta'sir kuchli, eng kuchli ta'sir etuvchi kuchlar hisoblanadi. Ular qisqa masofa bo'lganligi uchun bizga ta'siri sezilmaydi. Tabiatdagi eng kuchli ta'sirlashuv yadro ta'sirlashuvi hisoblanadi. Bu qisqa masofada bo'lganligi uchun yadroviy o'zaro ta'sirlashuvni biz sezmaymiz. Ya'ni ta'sirlashuv radiusi 10 darajasi -15 santimetr, ya'ni 1 fermiga teng bo'ladi. Yadro kuchlar elektrostatik kuchlarga nisbatan 100 marta katta. Yani tabiatdagi eng kuchli. Yadro kuchlarining doimiysini 1 deb olsak, elektromagnit kuchlarimiz 10 darajasi -2 ga teng bo'ladi. Kuchsiz ta'sirlashuvlarimiz 10 darajasi -14. Gravitatsion ta'sirlashuv 10 darajasi -36. Ko'ryapsizki, bu yerda biz yadro elementar zarralarni o'rganganimizda gravitatsion ta'sirlashuv haqida gapirmaymiz. Ko'proq 3 xil ta'sirlashuv orqali gapiramiz. Yadroviy o'zaro ta'sirlashuv, ya'ni kuchli ta'sirlashuv, elektromagnit ta'sirlashuv, kuchsiz ta'sirlashuv. Gravitatsion ta'sirlashuv juda kuchsiz bo'lgani uchun elementar zarralar yadro fizikasi o'rgangan paytimizda gravitatsion ta'sirlashuv haqida gap bormaydi, ya'ni gravitatsion ta'sirlashuv rol o'ynamaydi. Yadroviy o'zaro ta'sirli qisqa radiusi ta'sirdan iborat bo'ladi. Ya'ni qisqa radius o'zaro ta'sirdan iborat. O'zaro ta'sirlashuv tartibi 10 darajasi -13 santimetr. Ya'ni bu xususiyatni alfa zarralar sochilishi, neutronlarning xususiyatlarida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Rutherford tajribasini ko'ramiz. Biz alfa zarralar bilan oltin folgani bombardimon qilgan paytimizda alfa zarralar, demak, ko'pchilik qismi to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketadi. Faqatgina shunday zarralar uchraydiki, 90 gradus orqa qaytganlari mavjud. Bundan shu narsa kelib chiqadiki, yadroning asosiy atom asosiy massasi yadroda mujassamlashgan, ya'ni markazda joylashgan 10 darajasi santimetr. Atom o'lchami bilamiz biz 1 angstrom 10 darajasi -10 metr. Ya'ni 100 ming marta farq qilyapti atom o'lchami bilan yadroning o'lchami. Demak, yadroni asosiy qisqa masofada o'sha massa mujassamlashgan bo'ladi. Ya'ni bu alfa zarralar sochilishida ko'rib o'tdik. Yoki neutron xususiyatlarida ham buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi yadroviy o'zaro ta'sir kuchi ta'sirlashuv nuklonlarining spin yo'nalishiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni yadroviy o'zaro ta'sir kuchi ta'sirlashuv nuklonlarining spin yo'nalishiga bog'liq. Bu xususiyati nuklonlarning para ortovodorod molekulalarda sochilishi hamda nuklonlarning sochilishi virtual va bog'langan holatlar mavjudligida ko'rganadi. Ya'ni yadroning spini demak tushuntirganimizda xususiy harakat miqdori moment zarralar.
Ya'ni yadro nukleonlarimiz spinga ega. Spinga ko'ra bo'lgandek bizlar demak fermionlar, bozonlar. Spini butun bo'lsa bozonlar, spini kasrli bo'lsa fermionlar. Ya'ni proton neutronimiz fermion zarralar hisoblanadi, spini 2 dan 1 ga teng. Ya'ni xususiy harakat miqdori momenti. Ya'ni zarralar tushuntiradigan bo'lsak, masalan, Quyosh sistemasi atrofida planet harakatlanadi, undan tashqari o'z o'qidagi harakatlanadi. Xuddi zarralar ham xuddi shunday. Quyosh o'z o'qi atrofida ma'lum bir xususiy harakat miqdori momentiga ega ekan. Spinga ega bo'ladi. Yadroviy o'zaro ta'sir kuchi markaziy emas, tenzor xususiyatiga ega bo'ladi. Yadroviy o'zaro ta'sir kuchi markaziy emas, tenzor xususiyatiga ega. Bu xususiyati neutronlarning kvadrupol momentga ega ekanligidan ko'rinadi. Ya'ni tenzor xususiyat deganimizda yadro misol uchun katta yadrolarimizda o'lcham oshib boradi. Uni markazdagi nuklon bilan sirtdagi nuklonlarimiz bir xil kuch bilan bog'lanib turibdi. Yadroviy kuchlar almashinuv xarakteriga ega. Ya'ni yadroviy kuchlar o'zaro markaziy emas, tenzor xususiyatiga ega. Bu xususiyatni neutronlar sochilishida ko'rdik. Almashinuv xususiyatini masalan yadrodagi proton, neutron orasida ta'sirlashuv yoki neutron bilan neutron orasida ta'sirlashuv, proton orasida ta'sirlashuv bo'lib turadi. Proton neutron bilan ta'sirlashsa, u bir-biriga aylanadi. Ya'ni proton neutronga aylanishi mumkin, neutron proton o'z navbatida protonga aylanadi. Ya'ni misol uchun proton atrofida o'zidan p- bulut hosil bo'lsa, u neutronga aylanadi. O'z navbatida p+ neutron bilan birlashib protonga aylanadi. Ya'ni yadroning ichida proton neutronga aylanadi, neutron protonga aylanishi mumkin. Yani biri zaryadli, biri zaryadsiz zarra hisoblanadi. Demak, almashinuv xususiyati proton neutron ta'sirlashuv xususiyatlari bir xilligida ko'rinadi. Yadroviy kuchlar zaryadga bog'liq emas. Ya'ni yadroviy kuchlar zaryadga bog'liq emas. Bu xususiyati ko'zguli yadrolarning xususiyatida hamda proton neutron sochilishida tajribalarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni ko'zguli yadrolarimizda misol uchun keltirishimiz mumkin. Masalan, tritiy bilan Ge3 yadrolari men ilmiy ishimda ham o'rganganman. Bunda yadrodagi hosil bo'lish jarayonlari, xususiyatlar, barcha xususiyatlari bir-biriga yaqin chiqyapti. Bundan kelib chiqadiki, yadrodagi ta'sirlashuvi zaryadga bog'liq emas. Faqatgina elektromagnet ta'sirlashuvi proton zaryadli, neutron zaryadsiz hisoblanadi. Ya'ni bu xususiyatini proton sochilishida yoki proton neutron sochilishida yoki neutron sochilish natijalarida, tajribalarda ham o'z isbotini topgan. Keyingi xususiyat nima? Yadro kuchlari nuklon orasida masofaga bog'liq bo'ladi. Ya'ni kuchli o'zaro ta'sirlashuvimiz nuklonlar orasida ta'sirlashuviga bog'liq. Ta'sirlashuvchi nuklonlar orasidagi masofa 10 darajasi 13 santimetrga yaqin bo'lganda yadroviy kuchlar bir-biriga tortish xususiyatiga ega bo'ladi. Ta'sirlashuvchi nuklon orasidagi masofa 10 darajasi 13 santimetrdan kichik masofalarda yadroviy o'zaro ta'sir kuchi itarish xususiyatiga ega bo'ladi. Ya'ni bir-birining ichiga kirib ketmaydilar. Ya'ni ta'sirlashuv 10 darajasi 10 santimetrni qisqardimi, ular itarish xususiyatini namoyon qiladi. Ya'ni 10 darajasi 10 santimetrdan masofa oshib bordimi, ular bir-biriga tortishadi. Kuchli tortishib turadi. Ular masalan uchun ular nuklon orasida masofamiz 2-10 darajasi -13 santimetr bo'lganda ular orasida ta'sirlashuv yo'qoladi. Ya'ni orasidan masofaga bog'liq. Ya'ni masofa ortib ketsa, ular orasida ta'sirlashuv oshib ketadi. Yadroviy o'zaro ta'sir kuchi to'yinish xarakteriga ega. Bu xususiyati yadroning o'rtacha solishtirma bog'lanish energiyasi 8 MeV o'zgarmas yadro radiusiga bog'liq emas. Ya'ni bu xususiyatga ega ekanligini bo'lishi yadro kuchlarining almashinuv xarakteri kichik masofalarga itarish kuchi sababli tushuntiriladi. Ya'ni to'yinish xarakteriga bor 8 MeV dedik. Demak, yadroda biz Mendeleyev davri sistemasidagi elementlarni ko'radigan bo'lsak, barcha elementlarimiz o'rtacha bog'lanish energiyasi 8 MeV. Eng yuqori bog'lanish energiyasi temir oblastiga to'g'ri keladi. Bu 8,8 MeVlarga boradi. Og'ir yadrolarda bog'lanish energiyasi kamayadi. Bu bog'lanish energiyasi solishtirma bog'lanish kamayishi sabab ularda nuklonlar soni oshib ketadi. Ular klon itarish kuchi ta'sirida bog'lanish kamayadi. Solishtirma bog'lanish energiyasi kamayadi. Yadroviy kuchlar murakkab xususiyatga ega bo'lganligidan sababli yagona nazariya yaratilgani yo'q. Ya'ni yadroviy kuchlarni tushuntirish bo'yicha hali yakuniy nazariya yaratilmagan. Bu muammoni hal qilish uchun ikki xil yondashish mavjud. Yani birinchi yondashishimiz tajriba natijalariga mos keluvchi ta'sirlashuvning fenomenologik yadro potensialini tanlash moduli. Bu modullar ilmiy ishlar olib borilyapti. Ikkinchi yo'nalishimiz yadro kuchlarining mezon nazariyasi. Mezon nazariyasi buni ko'rib o'tamiz keyinchalik. Tajriba natijalariga mos keluvchi ta'sirlashuv fenomenologik yadro potensialini tanlash birinchi. Bunda yadro kuchlarining tabiati, zarralar orasidagi ta'sirlashuv mexanizmi tushuntirilishi oldiga maqsad qilib qo'ymaydi. Bu yo'l bilan ta'sirlashuvchi past energiyali tajriba natijalarga yetarli darajada tushuntirish mumkin.
Lekin ta'sirlashuv energiyasi oshgan paytda mevadan etganda ta'sirlashuv mexanizmi murakkablashib ketadi. Ma'lumki, ta'sirlashuv energiyasi emas, yadro kuchlarining qisqa masofadagi ta'sirlashuv xususiyatlarini o'rganish mumkin bo'ladi. Ya'ni buni quyi energiyalarda foydalanishimiz mumkin. Ya'ni meva energiyagacha bo'lgan energiyada. Energiya oshgan sari ularning ta'sirlashuv mexanizmi murakkablashib ketadi. Buni tajriba natijalari orqali tushuntirishga imkon bo'lmay qoladi. Xo'sh, ikkinchi yo'nalishimiz mezon nazariyasi. Ya'ni yadro kuchlarining mezon nazariyasi yaratilishiga qadar turli nazariyalar mavjud bo'lgan. Ya'ni yadroni tushuntirish uchun turli xil nazariyalar yaratilgan. Masalan, ular ayrim olimlar foton orqali ta'sirlashadi degan, ayrimlari elektron orqali ta'sirlashuv jarayoni bo'ladi degan. Demak, yadro kuchlarining mezon nazariyasini 1935-yilda Yapon olimi Yukawa nuklon orasidagi o'zaro ta'sirlashuv yadro kvantlariga mos keluvchi mezon zarra orqali bo'ladi deb aytdi. Bu zarralarning xususiyatlarini bayon qildi. Ya'ni mezon zarralarimiz massalarini Yukawa tomonidan nazariy formula yordamida hisoblab chiqib ko'rsatildi. Ya'ni massasi elektron massasi kamida 100 marta katta bo'lgan, elektron massasi kamida 270 marta katta bo'lgan zarra deb tushuntirib o'tdi va ularning xususiyatlarini aytib o'tdi. Xususiyatlari Yukawa tomonidan berildi. Demak, yadro proton-proton ta'sirlashuvida, masalan, izotop spin 1 ga teng, orbitallarimiz 0 ga teng, spin 0 ga teng. Izotop spin to'lqin funksiyasi simmetrik, chunki T 1 ga teng bo'ladi, L 0 ga teng bo'lgan holda uchun koordinata funksiyalari ham spin funksiyasi 0 bo'lgan uchun antisimmetrik. Ikkita bir xil proton S holatda spinlari parallel bo'lgan holda bo'la olmaydi. Albatta, bu antiparallel holda bo'ladi. Ya'ni ta'sirlashuvni biz nazariyalar yordamida tushuntiramiz. Bu yadro elementar zarralar fizikasi, kvant mexanikasi qonunlari orqali tushuntiramiz. Unda to'lqin funksiyalarini orqali tushuntirishimiz mumkin. Mana to'lqin funksiyalar orqali tushuntirilyapti. Ikkita zarralar nuklon ta'sirlashgan paytda, ikkita proton ta'sirlashsa, ular spinlari bir-biriga antiparallel bo'lishi kerak. Ya'ni bir-biriga parallel bo'lgan holatda mavjud bo'la olmaydi. Yadro Yukawa mezon nazariyasida Yukawa ta'sirlariga ko'ra, noaniqlik munosabatiga ko'ra delta T vaqt ichida nuklon atrofida E energiyali virtual mezon zarra tug'iladi. Ya'ni Heisenberg noaniq munosabatini biz bilamiz. Energiya vaqt noaniq munosabati, demak, H Planck doimasidan, demak, ancha katta bo'lishi kerak. Demak, bu yerda vaqt topadigan vaqtimiz yadro yashash vaqti deb olsak, energiyamizni topadigan bo'lsak, H Planck doimasi vaqtiga bo'lamiz. Ya'ni yadro yashash vaqtiga bo'lamiz. Bundan tashqari Einstein mashhur MC energiyamiz MC kvadrat formulasidan zarraning massasini topishimiz mumkin. Ya'ni bundan ular mezon zarra vaqt ichida a masofada bora oladi. Ya'ni a masofamizni topadigan bo'lsak, yorug'lik tezligida harakatlansa, yadro yashash vaqtini qo'yadigan bo'lsak, unda o'sha zarraning harakat masofasi 10 darajasi -15 metrdan kichkina masofaga boradi. Yadroviy o'zaro ta'sir maydon kvanti 3 xil ko'rinishda bo'ladi: musbat, manfiy. Pi mezonlar 3 xil ko'rinishda: musbat, manfiy va pi0 mezon ko'rinishda bo'ladi va buni 1947-yilda, 50-yillarda kosmonlar tarkibida tezlatkichlar yordamida topildi. Ya'ni yadro fizikasini rivojlanishida kosmonlarning o'rni katta. Kosmonlar yordamida pozitron, pi mezonlar kashf qilingan. Ya'ni Wilson kamerasida yordamida o'sha kameralar yaratilgan. Kameralar, izli kameralarda o'sha maydonga joylashtirilgan izli kameralar yordamida o'sha zarralar xususiyatlari o'rganilib, o'sha zarralar o'sha kameralar yordamida isbotini topgan. Tezlatkichlar yordamida topildi. Ya'ni tezlatkichlar 1930-yildan boshlab qurilgan. Tezlatkichlarda turli xil zarralar tezlashtiriladi. Masalan, elektron manfiy zaryadli bo'lsa, undan tashqari protonni tortib, bugungi kunda qo'rg'oshingacha bo'lgan elementlar tezlashtirilyapti. Elementlar yadrolari tezlashtirilyapti. Demak, mezon massalari, demak, 270 elektron massasiga teng, izotop spini 1 ga teng, spini 0 ga teng, tog' juftlikka ega ekan. Nuklonlar mezon ta'sirlashuvi quyidagicha tasavvur qilish mumkin. Masalan, proton bilan neutron ta'sirlashuvi bo'lyapti. Protonimiz neutron, uning atrofida pi+ mezon hosil bo'ladi. Pi+ mezonimiz o'z navbatda neutronga yutilib, yana neutron protonga aylanyapti. Yoki neutron proton orasida ta'sirlashuv. Neutron atrofida pi- bulut hosil bo'ladi. Pi- bulutimiz proton bilan ta'sirlashib, neutronga aylanyapti. Ya'ni yana o'z holda proton neutron holatiga kelyapti. Yoki proton ta'sirlashuvi, proton atrofida pi0 mezon bulut hosil bo'ladi. O'sha pi0 mezon ikkinchi protonga yutiladi. O'z ta'sirlashuv jarayoni yuz beradi. Neutron ta'sirlashuvi ham xuddi shunday pi0 mezon orqali boradi.
P0 mezon orqali boradi. Zarralar va yadrolarning izotopik spini zarralar fazodagi zarra vaqt bo'yicha koordinata boshida zarra aylanish mumkin, lekin u ilgarilab harakat qilmaydi. Zarra impuls orbital momentga ega emas, balki spinga o'xshash ma'lum bir harakat miqdori momentiga ega bo'ladi. Bu moment izotopik spin deyiladi. Ya'ni izotopik spinda zaryad holatini tavsiflash uchun ishlatiladi. Izotopik spinimiz zarraning zaryad holatini tavsiflash uchun ishlatiladi. Har xil zarralarning izotopik spini har xil bo'ladi. Masalan, bitta zaryad holati bo'lsa, uning izotopik spini 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni izotopik spinimiz qiymati m barobar 2t plus 1 qiymat qabul qiladi. Izotopik spin kvantlashuvi spin kvantlashuvi kabi hisoblanadi. Izotopik spin yarim butun qiymatlari qabul qilishi mumkin. Misol uchun izotopik spin 0, 1, 3/2 qiymatlarni qabul qiladi. Izotopik fazada 2t plus 1 proyeksiyaga ega bo'ladi. Izotopik spin t0 bo'lsa, bitta zaryad holati singlet bo'ladi. Ya'ni bitta zaryad holati, misol uchun keltirishimiz mumkin, lambda giperonda singlet holatda bo'ladi, bitta zaryad holatida ega bo'ladi. Agar izotopik spin 2 dan 1 ga teng bo'lsa, yuqoridagi qo'yadigan bo'lsak, demak 2 ko'paytirib 1 qo'shiladi, 2 ta holat. 2 ta holat bo'ladi, bu dublet deyiladi. Misol uchun proton neutronlarning dubletga misol bo'ladi. 2 ta holatda bo'lyapti. Proton zaryadli, neutron zaryadsiz holatda bo'lyapti. Izotopik spini 1 ga teng bo'lsa, u holda 3 ta zaryad holati, triplet holati hisoblanadi. Buni pi mezonlarida orqali tushuntirishimiz mumkin. Ya'ni pi mezon 3 ta holatda bo'ladi. Musbat, manfiy pi mezon yoki bo'lmasa P0 mezonni misol keltirishimiz mumkin. Nuklon izotopik spinning z o'qiga proyeksiyasi. Izotopik spin nuklon uchun 2 dan 1 ga teng deb aytdim. Z o'qidagi proyeksiyasi 2 ta holatda bo'lyapti. 2 zaryadli holati bo'lishi mumkin. Izotopik spin z o'qi proyeksiyasi, misol uchun proton uchun -2 dan 1 ga teng bo'lsa, neutron uchun +2 dan 1 ga mos keladi. Pi mezonlari uchun izotopik spin, boyam tushuntirdim. Pi mezonlar uchun izotopik spin 1 ga teng. Izotopik spin 1 ga teng 3 ta zaryad holatida bo'lishi mumkin, bir xil. Pi mezonlar 3 ta holatda bo'lishi mumkin. Proyeksiyalarini yozishimiz mumkin. Masalan, P plus 1 desak, P0 da 0, P minusda -1 ga teng bo'ladi. Zaryad holatini ga mos keladi. 3 ta zaryad holatiga mos kelyapti. Yadro kuchlarining izotopik invariantligi. Umuman olganda, nuklonlar oddiy fazada siljishlarga to'g'ri keladigan uzluksiz 3 ta koordinata, ya'ni dekad koordinata sistemi x, y, z koordinatalar bo'yicha bitta spin holati bo'yicha va zaryad holatiga mos keluvchi 5 ta erkinlik darajasiga ega bo'ladi. Ya'ni Pauli prinsipga ko'ra, aynan ikkita bir xil zarra to'lqin funksiyalari zarralar almashinuvida antisimmetrik bo'lishi kerak. Ya'ni simmetrik bo'lsa, ular orasida ta'sirlashuv yo'qoladi. Ya'ni antisimmetrik bo'lgan paytda o'sha nuklonlar bir-biriga bog'lab turadi. Bu esa koordinata spin, izotopik spin reaksiyalari, to'lqin funksiyalari simmetrik yoki antisimmetriklarga bog'liq bo'ladi. Biz buni ham tushuntirib o'tdim. Yadro va elementar zarralar nazariy qismi kvant mexanikasi hisoblanadi. Kvant mexanikasida funksiyalar orqali biz tushuntiramiz. Zarralarning holatini funksiya orqali tushuntirishimiz mumkin bo'ladi. Yadro kuchlarining izotopik invariantligi. Nuklonlarning o'zaro ta'sirlashuvi spin yo'nalishiga, izotopik spin qiymatlariga quyidagi jadvalda keltirilgan jadvallar orqali tushuntirishimiz mumkin. Ikki nuklon sistema ko'rishimiz mumkin. Masalan, birinchisida neutron ta'sirlashuvi bo'lyapti. Izotopik z o'qi proyeksiyasi +1 ga teng bo'lyapti. Izotopik spin 1 ga teng, izotopik spin holatlari, demak, ikkita holat bo'lyapti. Biri yo'nalish yuqori, biri pastga yo'nalyapti. Ikkinchi holatda proton ta'sirlashuvida izotopik spin z o'qi proyeksiyasi -1, izotopik spin 1 ga teng bo'lyapti. Bunda ham xuddi shunday ikkita holatda ta'sirlashuv bo'lyapti. Ya'ni biri yuqoriga, biri pastga ta'sirlashuv ko'rishimiz mumkin. Yoki neutron proton orasidagi ta'sirlashuv ikkita holat bo'lishi mumkin. Birinchi izotopik spin 0, z o'qi proyeksiyasi 0, izotopik spin o'zi 1 ga teng bo'ladi. Mana ta'sirlashuv jarayonlarini ko'ryapmiz biz. Keyingi holatda ham izotopik spin z o'qi proyeksiyasi 0, izotopik spinning o'zi ham 0 ga teng bo'lyapti. Bunda ham zaryad ta'sirlashuv holatlarini 6 xil ta'sirlashuv jarayonini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi mavzumiz bo'yicha asosiy ma'lumotlarimiz shular. E'tiborlaringiz uchun rahmat.